Assalomu alaykum, Dachlux kanalimizni YouTube kuzatib boruvchilari. Bizning bugungi obzorimiz Bochkada joylashgan 8 sotix yer maydonli dachamiz. Dachamizning nomi Qizil ekan. Qadrdonlar, sizlarga bu dachamizning to'liq obzorini qilib beramiz. Inshaalloh oxirigacha kuzatib boringlar. Dachamizning kiraverishidan boshlaymiz. Kirganda 3 ta mashina qo'yishga bemalol sharoitlari bor. O'tirish uchun tapchallar qilingan. Bu dachamizning yozgi basseyn razmeri keladigan bo'lsa 14 ga 6 qilingan ekan. Undan tashqari detskiy basseynning o'zi ham taxminan 3 ga 3 bo'lishi kerak. Qaranglar, katta oilalar bemalol mazza qilib dam olsa bo'ladi. Kirganimizda o'ng tarafimizda shunaqa landshartlar qilib qo'yishgan. Zelyoniy zonalari, besetkalar ham qilingan. Stol-stullari bor, endi olib chiqib qo'yishadi. Ana endi sizlar bilan dachamizni ichkari qismidan ko'rib chiqamiz. Ketdi. Bismillah deb binomizning birinchi qavatidan obzorni boshlaymiz. Kirganimizda o'ng tarafimizda qishki oshxona joylashgan. 12 kishilik stol-stullari shunaqa dizaynda qilingan bu oshxonamiz. Bu joyimizga kirishdali televizorlargacha qo'yishgan. Bu joyimizda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Birinchi yotoqxonamiz 2 kishi uchun mo'ljallangan. Kirganimizda to'g'rida bizga ko'rinib turadigan narsamiz bu divanli zona. Kirishdali televizor, PlayStation 4 qo'yilgan. Ana endi bu tarafimizga o'tadigan bo'lsak, professional bilyard ko'zimiz tushadi. Nimaga professional bilyard deyapman? Chunki professional bilyardda 8 ta oyoq bo'ladi. Ana endi sizlar bilan qishki basseynni ko'ramiz. Kirganimizda stuli bor, 8 kishi o'tirishga bemalol sharoiti bor. Zimniy basseynimizning razmeri 7 ga 4. Umumiy bitta sauna joylashgan ekan, finskiy. Ana endi sizlar bilan dachamizning ikkinchi qavatiga chiqamiz. Bu dachamiz umumiy 2 qavatdan iborat, qadrdonlar. Dachamizning ikkinchi qavatiga chiqqanimizda birinchi bo'lib ko'zimiz kompyuterlarga tushadi. Qadrdonlar 10 ta yaxshi kompyuterlar yig'ilgan ekan. Chiqqanimizda chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, yotoqxona qilingan ekan. 5 kishi bemalol yotish sharoitlari bor. Ichida daji konditsionerlarga qo'yilgan ekan. Dachamizning terrasa qismi, qadrdonlar, nastolniy tennis qo'yilgan, yumshoq mebel. Bu tarafdagi prirodalarga o'zingizlar alohida bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Endi dachamizning keyingi xonalari bilan tanishtiramiz. 2 kishi uchun, ya'ni yotoqxona joylashgan. Bu ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxonamiz. Bu xonamiz ikkinchi qavatdagi 3-yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizda 6 kishi uchun mo'ljallangan xonalardan bittasi bo'ladi. Qadrdonlar, umumiy 4 ta yotoqxonasi bor. 15 ta odam yotishga bemalol sharoitlari bor. Qadrdonlar, narx qiziq bo'lsa nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, inshaalloh gaplashamiz.